Sovuq tushsin dedilar opa. Mana inshaalloh sovuq ham tushdi. Inshaalloh sovuq tushsa kiyaman naturalkani originalidan deganlar uchun har xil rassvet kechasini gullik eng trendga chiqqan gullik naturalkani har xil rassvet kechasini olib kelib qo'yganmiz. Elektr rassvet kechasi. Tovlanishida mana bulutchalardan ko'rsalaringiz bo'ladi. Bulutchalisida birinchi sortligini shundan ham bilsangiz bo'ladi. Original elektr rang juda tez sotilib ketayotgan ranglardan. Mana bu qizilchasi bu. Qorasi bilan qizil aralashib. Mana bu och korishneviy varianti. Korishneviy rangi. Mana bu endi bu malina rassvet kechasi. Malina ham uncha opamlar kiyib qo'yadi. Bu malina nachani. Xaggi rangchasi mana. Xaggi rang juda trend bo'ldi. O'sha tovlanishidan ko'rishlaringiz mumkin, yonishidan ko'rishlaringiz mumkin. Original bo'lib turadi mana. Tovlanishchasidan. Sifati alo, anor rangi bu. Anor rangi tushunadiganlar tushunadi-ku. Men shaxsan o'zim magazinda juda ko'p sotilayotgan rangchalardan yodoviy rang. Chunki yodoviy rang hamma kiyib tayyorlagan ranglardan emasda, mana bulutchali original yodovichasi. Inshaalloh shunaqa naturalkar kerak bo'lsa, zilol matolarni kutib qolamiz. Chiroyli narxlarda qilib kelishtirib, obuna bo'lib kelsalaringiz sovg'asi bilan qilib beramiz sizlar uchun.